Hozir o'tirib bir narsani o'ylab qoldimda. Insonda hozirgi kunda ko'p uchraydigan kasalliklardan biri o't qopi qiyshayis. Ya'ni o't qopi zagib. Zagib, желчный puzir. Nima uchun bu holatlar kelib chiqyapti? Nima uchun bu kasallik, bunday holatlar ko'p e, paydo bo'ldi insonlarimizda? Bunga hozir men ma'lum faktlar bilan, isbotlar bilan sizga aytib o'taman. Asosan insonni gavhari nima? Gavhari bu eng Allohim qovurg'a ostiga joylab qo'ygan, ya'ni o't qopini jigar ostiga chiroyligina qilib qovurg'alar bilan himoya qilib qo'ygan a'zo bu, ya'ni o't qopi hisoblanadi. Endi bu insonning gavhari. Endi bu gavharni hozirgi kunda juda avaylash yo'lda tursin, umuman hattoki e'tibor bermay ham qo'ydik. O't qopi bukilishi xalqimizda juda ko'p holatlarda qayerda qanaqa bemor kelsa ham birinchi o't qopini, ya'ni ichki a'zoda hazmida o'zgarish bo'lsa darrov o't qopida, ya'ni qiyshayis deb tashxis beriladi. Bunga nima sabablar bo'ladi? Birinchi navbatda hozirgi kunda bizga chetdan kirib keladigan bir xarakter bor. Ya'ni birinchi ovqat, ikkinchi ovqat, uchinchi ovqat degan xarakter bor. Ya'ni o'sha deylik bitta sho'rva qaynatma ovqat ichib turildi deylik, o'sha narsa hazm bo'lmasa, yana boshqa ovqat aytishga o'rganib qolganmiz. Shunga xalqimizda shu xarakterga, ya'ni chetdan, ya'ni Yevropa boshqa davlatlarning madaniyati deymiz, shu kirib o'sha bizni sog'lig'imizga ziyon qiladi. Chunki qadim kitoblardan bor bir fikr bildiradilardiki, ustoz sabablarda birinchi ovqat yemasdan, ya'ni birinchi ovqat deb hazm bo'lmasdan turib ikkinchi ovqat yeyilmaydi degan. Ya'ni birinchisi hazm bo'lishi kerak, ikkinchisi yeyilishi kerak. Bizda bunga juda ko'p e'tibor berilmay qo'ydi. Ya'ni birinchi sho'rva ichdingiz. Sho'rva umumiy tana harorat, tanani umumiy hazm faoliyati, oshqozon osti bezi, so'lak bezlari, umumiy asab tizimi, jigar, umumiy ichaklar, peristaltikasi, hazm, ya'ni qimirlashi harakatlari umumiy o'sha ovqat bilan ovora bo'ladi. Ya'ni tana o'shani hazm qilish bilan ovora bo'ladi. Endi tasavvur qiling, bu bilan ovora bo'layotgan tanaga yana bir qo'shimcha ovqat kelgandan so'ng bu juda ahvolni og'irlashtiradi. Ya'ni birinchisi hazm bo'lmaydi va tana ikkinchisi, jigar ikkinchi ovqat bilan ovora bo'lib qoladi. Bunda qonda, ya'ni ichki a'zoni, hazm a'zolarida birinchi yeyilgan ovqat tanaga zahar bo'ladi. Ya'ni u hazm bo'lmaydi. U ko'p oshqozonda, ichaklarda turib qoladi. Turib qolgan ovqat esa, to'xtalib qolgan ovqat esa tanani bulg'aydi, qonni zaharlaydi. Bu holat ham o't qopini bukilishiga sabab bo'ladi. Yana bitta sabablardan biri quyuq ovqatlarni yeyish, tanada, ya'ni yeb uxlab qolish. Demak, misol uchun deylik, ovqat yeydi, deylik, bola-chaqangizga osh yedirdingiz yoki bo'lmasa manti yedirdingiz yoki shashlik yedirdingiz yo somsa yedirdingiz, quyuq ovqatlardan asosan ko'proq. Uxla deysiz, bo'ldi, jim o'tir, chunki siz asabingizga tegadi, sho'xlik qiladi. Uxla hozir deysiz, seni bunday qilaman, qisqasi nima sabab bilan bo'lsa ham uxlatishga harakat qilasiz. Ana bu xato hisoblanadi. Chunki bola-chaqadagi o'sha kuchli ovqat o't qopchasini, ya'ni bularda bukilishi juda nozik bo'ladi. O'sha gavhar, o't qopi juda nozik holatda bo'ladi. Ana bu holatda siz uni, bolani uxlatasiz, bu o't qopiga borib tiqiladi va o't qopini qiyshayishiga, xolesistit, pankreatit kabi kasalliklarni ga sabab bo'ladi. Va yana bir sabablardan biri yog'li ovqat yegandan so'ng ko'p insonlar ovqat hazm qiladi deb kuchli shirani ichishga harakat qiladi. Ya'ni o'tkir shirinliklarni yeyishga harakat qiladi. Mana bu holat ham, mana bu xarakter ham o't qopini kuchli dimlanishiga, o't qopida qum yig'ilishiga, mayda toshli, katta toshlarning yig'ilishiga sabab bo'ladigan va o't bukilishiga bitta sabab bo'ladigan xarakterlardan biri hisoblanadi. Chunki qadimda kitoblarda borki, shuni holat bo'ladiki, tanani, ya'ni jigar, o't qopi, ichki a'zolar birinchi shirani hazm qilishni yaxshi ko'rar ekan. Jigar shirani hazm qilish bilan, tanada shirinlik hazm qilish bilan ovora bo'lar ekan. Ya'ni yaxshi ko'radi. Chunki Ibn Sino bobomiz aytganki, jigar shirinlikdan semiradi deydi.
semiradi degani bu kasallanadi degani emas. Ya'ni uni shirinlikni qabul qilib, u to'lacha bo'ladi, ya'ni semiradi. O'sha sababli ham yog'li ovqat ustidan shira yeyilgandan so'ng yog'li ovqat deylik oshqozon yoki ichaklarni qoplab turibdi. Uni ustiga tepadan o'tkir yo bir kosa shira tushdi. Jigar aytadiki, men shirani tortishim kerak deydi. Demak, shirani tortishga harakat qiladi va birinchi ovqat osh bo'lsin, nima ovqat bo'lishidan qat'iy nazar, shirinlik uni ma'lum pardaga oladida, borib o't qopi bilan jigarga, o't qopiga, ichaklarga, oshqozon osti beziga borib tiqilma paydo qiladi. Ya'ni yog'li ovqat ustida natriy bor, kaliy bor, nimaki mahsulotlar, tuzli ovqatlar bo'lsa, hammasini shira jipslashtirgandan keyin ma'lum darajada toshni 3 xilidan bittasini tashkil qiladi. Ya'ni tosh 3 xil holatda bo'ladi. O't toshlari tez eruvchan va o'rtacha va juda qattiq toshlar bo'ladi. Eruvchan 2 xili tushishi yaxshiroq bo'ladi. 3-xilini lazer ham urib tushirishi juda qiyin bo'ladi. Sababi u juda haddan ziyod jipslashib ketgan. O'shaning uchun o't qopiga tiqilmalarni hosil qiladi. Hattoki gepatoz, ya'ni jigarda yog' yig'ilish holatlarini ham ana shu xarakter olib keladi. Mana bu belgilar asosan o't qopi bukilishiga, dimlanishiga, jigar dimlanishlariga, qabziyatlarga sabab bo'ladi. Ana shuning uchun ham bu holatda dimlanishlar insonda qabziyat, oshqozon osti bezi, qand miqdorining oshib ketishi, tanani sovib ketishi kabi, tanada ya'ni ayrim holatlarda tanada o'tkir safrolik toshmalar toshadi. Ya'ni insonda sanchiqdan bo'ladigan, tanada sanchiq va igna sanchganday bo'lib toshmalar toshadi. Nima uchun? Sababi o't bukilgan, o't og'zi dimlanib qolgan, o'tdan chiqadigan safro ma'lum darajada qisman o'sha dimlanish orasidan tomadi-yu, lekin ko'proq jigar o'shani badanga yoyish sababli tanada o'tkir allergik holatlar kelib chiqadi. Bu o't qopiga aksariyat holatlarda o't qopiga bog'liq bo'ladi. O't qopi dimlanish jarayonida insonda nima hodisalar paydo bo'ladi yoki bukilish jarayonida? O't qopini aksariyat holatlarda nafas yo'llarini, balg'amlarni erituvchi xususiyat bor o't qopidan chiqargan safro. Demak, insonda o't qopi dimlanaverdimi, ichakka, tanaga, ya'ni ichakka tomadigan safro yaxshi tommadimi, tomoq yo'llarida, ichaklardagi balg'amlarni, ichaklarning devorlari, chiqindilarni tozalashga insonning o'sha organizm kuchi yetmay qolar ekan. Sabab o't qopidan tushadigan safro ana shu holatlarni me'yor keltiradi va ana shu holatlarni yaxshilashda juda katta xizmati insonga beqiyos hisoblanadi. Uzoq vaqt o't dimlanishlari, bukilishlari sabab insonda sariq kasalligi hosil bo'ladi. Serjahl bo'lib qoladi, asabiy tirishish holatlari ko'p bo'lib qoladi. Safro tommay o'sha o't qopidan chiqadigan safro ichaklarga, 12 barmoq ichakka, oshqozonga tommagandan keyin u yerda ovqat ko'p turib qoladi. Turib qolgan ovqat nima holatga olib keladi? U yerda kislotli muhit, ya'ni o'tkir, zarda qiluvchi, o'tkir uyuvchi kislotalik muhitga, sirkalik muhitga aylanib qoladi. Shu holatni uzoq vaqt takrorlanib yurilsa, 12 barmoq ichak, oshqozon yaralarini hosil qiladi. Tushundingiz-a? Demak, insonda eng birinchi insonni davolashda aksariyat kasalliklarda o't hazmi, ichak hazmi bilan boshlanib davolaniladi. Shuning uchun ham har bir joyda insonni demak, qayerga borishimizdan qat'iy nazar ichak bilan o't qopiga tozalashga e'tibor berilmas ekan, bu kasalni davolashda demak foydasi bo'ladi, juda uzoqroq ketish holatlari bo'ladi. Ya'ni yaxshi shifo topishiga juda uzoq muddat vaqt ketib qoladi. Yana bir o't qopini bitta xususiyatlaridan biri, o't qopidan chiqadigan safro ichakda tushgandan so'ng, 12 barmoq ichakka tushgandan keyin ichakka yoyilgandan so'ng to'g'ri ichagingizga, ya'ni sizda hojatga borishingizni his qilasiz. O't qopi ishlamagan insonda hojatga chiqishi sust bo'ladi. Ya'ni qachonki o'sha me'yorda borib, to'g'ri ichakka borib, o'sha ichakni qitiqlasagina odam hojatga his qilishini, ya'ni borishligini his qiladi. Demak, o't qopini qanchalik tanaga ahamiyatli ekanligini, qanchalik tanani gavhari ekanligini ana shundan, ana shu belgilardan, ana shu holatlardan siz tasavvur
qilishingiz menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Qanchalik tasavvur qilasizki, demak organizmga o't qopining ahamiyati juda katta. O'tni oldirib tashlash shu darajagacha olib kelamizki, o't qopini oxiri oldirib tashlab, undan qutulaman deb o'ylaydi. Bu esa juda qiyinchiliklarga olib keladi. Ya'ni o't qopini oldirish tanaga juda ko'p bezovtaliklarni olib keladi. Endi o't qopi olinsa qanaqa nimalar qilinadi? O't qopi olindi. O't qopi oldin bor edi, tosh yig'ildi, olindi. Yoki ya'ni ringlab ketdi, shamollab ketdi, funksiyasini bajarmadi, olindi. Endi oldingi safro, o't qopidan chiqadigan safro bir tomchi tomsa, o't qopi olingandan keyin haddan ziyod ko'p bo'ladi. Bu vaqtda insonlar och qolishi mumkin emas. Juda ochlik bilan davolanish qiyin. Ya'ni 12 barmoqchakka, demak oshqozonga safro oldingi o't qopi bor holatiga nisbatan juda ko'p tomadi. Tasavvur qilyapsizmi? Demak, bu holatda har doim ovqatlanib, qisqa muddatda ovqatlanib yeb yurish organizmda safroni juda ko'p tomishidan hosil bo'lgan asoratlarni ovqat o'shani qisman yopib yuradi. O'shaning uchun gavharingizni, tanangizga eng zarur bo'lgan, Allohning yaratganini bergan gavharini avaylash bu siz va mening qo'limda ekan. U aytishi mumkin, bir xil holatlarda ko'p savol berishadi bemorlar. Misol uchun aytadiki, qachongacha parhez qilamiz? Sizga parhez qiling deyilgani yo'q. Sog'lom odam buni his qilmaydi. Lekin aksariyat ovqatlanishdagi xatolar ma'lum vaqt o'tgandan keyin hattoki umuman bildirmasdan tosh paydo bo'lib qolishi yoki bukilib, tiqilib, bezovta birdaniga yig'ilib paydo bo'lishi mumkin. Sizda yeb turib ertasi kuni bo'layotgan holatlar emas. Kimdir ko'plar aytadiki, shu nima har bitta narsaga e'tibor berib yurish kerakmi? Qonun qoida bilan yurish kerakmi? Bu hayot har bir insonni hayotimizda, umumiy hayotimizda har bir holatda qonun qoidasi bor. Birinchidan, har bir davlatni qonunlari bor, to'g'rimi? Misol uchun olaylik. Oilada ya'ni qonuni, umumiy qonunlar bor. Deylik, o'ziga yarasha korxonalarning qonuni bor, umumiy ishlab chiqarishlarning qonuni bor, davlatning o'ziga yarasha qonuni bor. Demak, qonunsiz davlat, endi o'ylayvering, nima ahvollarga tushyapti ko'p joylarda. Demak, qonunsiz, qonun tartibga solinmagan davlat bu davlat hisoblanmaydi. Demak, juda ko'p xatolar bo'ladi. Bunda xalq aziyat chekadi, xalq jabr chekadi, katta baraka yo'qoladi. Bu davlatning qonunlari. Buni tushundingiz. Endi shariatimizning qonunlari bor. Buni ulug' insonlar, shayxlar, o'tib ketgan va hozirgi holatdagi yaxshi xalq uchun jon kuydiradigan qorilarimiz, mulla bobolarimiz, qorilarimiz bularni bilishadi va o'zimiz ham qisman tushunchaga egamizki, shariatimiz qonunlari qanaqa? Misol uchun deylik, harom qarish, buni yema, bu harom bo'ladi. Deylik, mana shunaqa oilaviy nimalar bor, qonunlar bor, shariatimiz qonunlari. Ana bu narsalar shariatimiz qonuni. Demak, ulug' kitobimiz, eng muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimda hayotimizni tartibga soladigan qonunlari bor. Busiz umuman bizlar juda hayotimiz o'zgarib ketadi, buzilib ketadi. Shunday ekan, tanani tib qonunlari bor. Ya'ni tanani sog'ligini qonuni bor. Tushuntira oldimmi? Misol deylik, tuxum bilan sut mumkin emas, baliq bilan sut mumkin emas, kalla go'shi bilan uzum bo'lmaydi. Tasavvur qilyapsizmi? Kalla go'shi bilan uzum bo'lmaydi. Xo'p, demak, qovun bilan asal mumkin emas. Qizib kelgan vaqtda muzdek suvlar mumkin emas. Hammomdan chiqqandan keyin muzdek suvlar mumkin emas. Er-xotin muomalasidan keyin muzdek suvlar mumkin emas. Jismoniy mehnat juda kuchli tana qizigan vaqtida muzdek suvlar mumkin emas. Xom suv bo'lmaydi. Mana bu narsalar tanani, ya'ni sog'likning qonuni hisoblanadi. Bitta ikkita buzasiz, lekin tana sal o'zini tiklab oladi, yana me'yorga olasiz. Lekin umumiy buzish davomida kelaversa, umumiy tanadagi, aytdik-ku, xalq qiynaladi, qonunlar buziladi. Xuddi shunday tasavvur qiling, tana a'zolaringizni xalq deb tasavvur qilsak, sizda umumiy tanangizni davlat deb tasavvur qilsak, qonunlarga e'tibor qilinmadimi? Demak, tanadagi dardlar
haddan ziyod oshib ketaveradi, qiynalaveramiz. Davolash qilishda shifokor yoki tabib ham bu qonunlarga e'tibor qilmas ekan, bemor kelganda ovqatlanish tartibini joyiga qo'ymas ekan, bu holatda albatta organizmda juda ko'p o'zi istamagan, o'zi sog'ligini tiklashga ham ulgurmaydigan holatlar kelib chiqadi. Bugungi mavzuyimiz o't qopi, ichki hazm a'zolari, asosan o't qopi kasalliklari haqida edi. Keyingi videolarimiz qanday kasalliklar haqida bo'lishini siz xohlaysiz? Shu haqida kommentariyalarda yozing. Bu videomizni ovqat tartibini buzib beradigan yaqiningiz bilan ulashing va bundan ham sizga va menga juda katta savob tegsa ajab emas. Keyingi videolarimizni ko'rishguncha omon bo'ling, sog' bo'lishga majbursiz.